Assalomu alaykum, hurmatli Ishonch TV YouTube kanali obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 15-may sanasi. Oldingi videomiz kommentariyalarda o'sha dolba tarvuzlarimizni ko'rsatganimizda labella navli tarvuz ham ekkanmiz. Labella navli tarvuzni ham ko'rsatib o'ting deb so'rashgan ekan. Mana pastki poliyamizga ekkanmiz labella navli tarvuzlarimizni. Bularning holati, palaklari ancha g'ovladi, lekin g'ovlaganga yarasha tarvuzlari ham zo'r, ancha katta. Rosa kattaryapti tarvuzlari. Bu ham dolbiga o'xshaydi, ko'rinishdan ancha o'xshash dolbi bilan. Lekin kattarishi endi palagi g'ovlagani uchunmi? Ancha kattaliklari hozir tepa poliyamizdagi dolbiga nisbatan bu kattaroq. Palak g'ovlab ketsa ko'pincha hosil olmay qoladi yoki hosillari kichkina bo'lib qoladi. Lekin o'sha g'ovlaganiga yarasha hosil ushlata olinsa, g'ovlagan bo'lsa ham g'ovlagani yaxshilikka bo'ladi o'shanda. Chunki hozircha ham mana shunaqa tarvuzlarni bemalol katta qilaveradi. Ko'rinishi ham, rangi ham ancha dolbiga o'xshash. O'tgan yili ekilgan joylari bor edi, kuzatganimda juda ham yaxshi bo'lgan edi, tarvuzlari ham chiroyli. Bitta poliyada dolbadan oldin pishgan edi bu. Hali sug'oryapmiz, buni ham kilonkalarini oldik kecha. Ertaga silitra bilan sug'oramiz yana. Kattarishlari yaxshi, mana ko'rib turganingizdek. TikTok profilimizga ham videolar qo'yib boryapmiz. TikTokda ko'radigan bizni yangi obunachilarimiz so'rashyapti, qanaqa nav deb. Chunki ular TikTokga video qo'ymaganmiz oldin, endi qo'yapmiz. Bizni Ishonch TV YouTube kanalimizga o'tib ko'rishsa, agar mana shu palaklarimiz haqida qayoqqa qaysi nav ekilgan, qaysi tubdan necha ming dona ekilgan, hammasi haqida ma'lumotga ega obunachilarimiz Ishonch TV YouTube kanalimizdagi. Shuning uchun har bitta videoda aytib o'tirmaymiz qachon ekilgan, batafsil ma'lumotlarni aytib o'tirmaymiz. Sababiki bizni doimo kuzatishayotgan obunachilarimiz o'zlari bilishadi, qaysi vaqt ekilgan, qanaqa nov ko'chat, hatto o'sha poliyaga qarab ham bilishadi. TikTok obunachilarimiz agar qiziq bo'lsa, Ishonch TV YouTube kanalimizga o'tib ko'rishlari mumkin videolarni. Bu yerda juda ham ko'p videolarimiz bor. YouTube'ga Ishonch TV deb yozsa yoki tarvuz haqida nimadir deb yozsa, bizni Ishonch TV kanalimiz birinchilardan bo'lib kelib chiqadi. Bu yoqda ham bor labella navli ko'chatlarimiz. Bularni hozir sug'oryapmiz silitra bilan. Kilonkasini olib tashlaganimizdan keyin ariqqa silitrani sepib, keyin suv qo'yib, suvni qaynavga chiqarmasdan to'xtatib, suv to'xtagandan keyin yana silitra sepyapmiz.